Diqqat! O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam bo'yicha shok xabar. Ko'pchilik bilmaydi, ammo davlat har oy minglab oilalarga bepul pul ajratmoqda. Siz ham shu ro'yxatda bo'lishingiz mumkin. O'zbekistonda bolali oilalar uchun kutilmagan xushxabar. Davlat har oy pul to'layapti, lekin minglab oilalar bundan bexabar. Agar oilangizda bola bo'lsa, siz ham nafaqa olishingiz mumkin. Kimlarga beriladi, qancha to'lanadi? Hozir aytib beramiz. Oxirigacha ko'ring videoni. Bolalar nafaqasi to'xtab qolmasin. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga oylik pul yordami berilmoqda. Ammo bitta xato sababli minglab oilalarga to'lov rad etilmoqda. Kimlar oladi, qanday hujjat kerak? Videoni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam kimlarga qancha beriladi? Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda bir nechta talablar bor. Ijtimoiy himoya milliy agentligi nafaqalar tayinlash va to'lovlarni amalga oshirishda vakolatli davlat organi hisoblanadi. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oilalarga tayinlanadi. Mazkur mablag'larni olish uchun murojaatchining har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromadi minimal iste'mol xarajatlari 648 ming so'mga to'g'ri kelishi lozim. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda arizachining mehnatga layoqatli oila a'zolari band bo'lishi yoki mehnat organlariga murojaat qilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga talabgorlardan bittadan ko'p ko'chmas mulk, natural ko'chmas mulk, yangi avtomashinasi, bankda katta miqdorda depoziti va qimmatbaho qog'ozlari bo'lmasligi ham inobatga olinadi. O'zbekistonda 2024-yilning 1-maydan boshlab may.gov.uz portali orqali bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun onlayn ariza berish imkoniyati ham yaratilib qo'yilgan. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olish uchun ariza berish, ularni ko'rib chiqish, tayinlash va to'lashning amaldagi tartibini saqlab qoladigan holda yana bir qo'shimcha tartib joriy etildi. Unga ko'ra, endilikda arizachi mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurib, Inson ijtimoiy xizmatlari markazi direktori nomidan ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Umuman olganda har ikkala uslubda topshirilgan arizalar bir xil muddatda va bir xil mezonlar asosida ko'rib chiqiladi. Xo'p, bolalar nafaqasi qancha to'lanadi? Hozirda bolalar nafaqasi miqdori oilada 3 yoshgacha bo'lgan bir bola uchun 325 ming so'm. Eng birinchi farzand 3 yoshdan katta bo'lsa, unga 250 ming so'm to'lanadi. Keyingi ikkinchi farzandga ikki holatda ham 150 ming so'mdan beriladi. Keyingi farzandlarning har biri uchun 100 ming so'mdan qo'shib ketilaveriladi. Moddiy yordam miqdori esa oyiga 380 ming so'm. Oilada birinchisidan keyingi farzandlar tug'ilish holatlari bor. Amaldagi tartibga binoan yangi tug'ilgan chaqaloqlar to'g'risidagi ma'lumotlar FHDYO organlari axborot tizimidan onlayn va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali yangi fuqarolar yangi farzand tug'ilgach bolalar nafaqasini qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilmaydi. Bola tug'ilgan sanadan boshlab ma'lumotlar avtomat ravishda dasturga keladi. Keyingi oyning 1-sanasidan pul miqdori yangi tug'ilgan bolaga ham qo'shiladi va hisoblanib, unga ham to'lanishi ta'minlanadi. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy to'lov bilan bog'liq barcha savollar tuman yoki shahardagi Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishingiz mumkin.